Yana bir mashin geldi. Hatta joyda turib qoldim-ku, nima? Nima? Birisi mi kelmaydi-ku? Ha? Ha? Efendi, haksız mülazimet türlerinden bekirman bulaydı ödem. Kınemse balongu yel urup, illik çırayınız ile mülazimet kılın. Tezrak bulun. Ma'qul. Efendim, tezrak bulun. Haksız ziyafetke bağmakçıdım. Keçkip kalıdığan buldum da. Mana hazırla. O haqqacha nerede haqsiz başını bilmekçiydi o? Tez bulun, bakım o suv kaçılap verin. Lakmalık kaçılan. Ma'qul. Tezrak bulun. Musabıqaga qatnaşmakçıdım. Ma'qul efendi. İllik çıray mülazimeti hazır başlandı. Hazırla. Hay jigit, yerin bulup kalmasın ha? Çataq yo'q. Bunundan ensirmisiniz mi bo'ladi? Bu yerga endi kimmi kela? Hey Poppy, illik chiray mulozimatingizdan nima bahramand bo'lsam qanday? Bo'lamdi. Bo'ladi qadrligim. Bo'ladi qadrligim. Qadrligim. Ko'rishandik. Ma'qul Poppy, jinim bilan. Sana nima shu ketdi? Kechiring qadrligim. Mana hozir nimanda qildig'andi? Bana xaritsiz berish mashina sürtüş illik çıray mülazimetinin hemiz kerak. Mana hozir efendi. Siz nimandaq çıraylık? Meni da'vatamsiz? Bile xaliroq joyda mungdasa qandaq. Ha? Mongda saqqa bo'ladi. Shug'unisi Poppyga ma'qul deb qo'yibdiman. Mundaqdan qo'zam. O bağı birden sahidap dursun. Meni chiqarib et, ulardan chiqib ketaman, meni chiqarib et. Qizimlar Poppy chiqarmayapti. Odam bormi? Ensirmang söyümlügüm. Mana men ba. Keçirgin efendi. Ras illik chiray mülazimeti degan edingiz-ku. To'g'ri, mulozimatingni davomlashtirgin. Mana hozirla. Endi-chu Amerika. Biroq men sizni tanimasam. Haqsiz mulozimat oyoqlashdi efendim. Endi may qachirtamsiz? Ben daim koçunun ağabeyim korkut kaçırtattı. Bu yanın erzarı. Ha, kelen Amerika'm. Oynap gileyli. Ha, kini maşını kıç. Mandok. Çıkar! 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 İllik çıray mülazimeti başlandı qadrligim. Poppy, illik chiray patrum. Tug'ilgan kunimga sovg'at etmoqchi bo'lganingizdan shundoq xush oldum. Eliver, daim yadingizda bo'lsin. Bak qimmat narsaga eslab olma. Nur kitobi. Ajab payzikina. 12 000 dollar. Bo'ldi qiling qadrligim. Undaq kiyimlar osonlik betidan tushib ketdi. Mervoyit marjon chiroyliqmikan? Bahada 20% e'tibor bersa. Oshuni epering ha, Poppy. Sizdan xush bo'lib ketay. Bo'lamdi. Chataq yo'q qadrligim. E'tibor berilganki bahasi cho'qim arzon bo'lishi mumkin. Nima olay deysizlar? Tez vitrinaga tiziqliqtirgan marjonni olaylik degan. Ko'zinglar bakkan juma. E'tibor berilganki bahasi qancha pul bo'lar? Ha, efendim? Hisoblab boqay,
$4000 bo'ladi ekan efendi. Nima? Meni ahmoq chaqlab qoldingizmi? Shundaqmi qimmat sotgan bormi? Bundaq marvoyitlar degan bog'i dengizda kirming bo'lmay, salli japa tatib qoladigan ish. Efendi, amsa dengizga o'zingiz tushib izlab tepib olasiz. Qadrligim Eliver, hozir bog'i men kiyimda o'ltirg'ach, televizor orqali dengizdagini obdan kuzatib boqayli. Munda qilganga marvoyit tepilibdimikin? Ostra qulunisini bayqagan hamon langarni tashlayli. Angacha men suvga tushib marvoyitni elib chiqay. Bo'lamdi qadrligim. Dengiz asti nimachi qo'rqinchliqdi. Amsa ochiq dengizga borayli. U joyda quluni ko'p bo'lgandan keyin marvoyitni ko'p bo'ladi haqiqatan qadrligim. Popi, qulunlarni ko'rdim, shundoq chiqgan. Marvoyitlar ko'p taqlamda. Marvoyitning onasi degan xatni ko'rdim. Ichida yo'q marvoyitning biri turdi. Qarab yiqilgan qadrligim atrofida boshqa bormi-ki? Nurg'unlagan qo'lli qaplaridan boshqa hech nima yo'q ekan. Amstas joyini tepib kelibdi qadrligim. Siz o'ltirib turing, men tushib sizga marvoyitni suzib ep chiqay. $4000 marvoyit oldiganga beshimni harji qilyapti men. Mana tashlabdi yo'g'on bir suvchirdi. Popi! Dengiz olvasan-ku. Bu yerdan ket. Marvoyitlarimga chiqilg'uchi bo'lma, anladingmi? Xayr olvasdik. Qulog'ingni ding tutib angla. Bu yerdagi marvoyitlarni kim as bo'laverdi, shundaq-ku. Bu marvoyitlarning hammasi meniki, bu yerdan darhol yo'qol. Ketish ketmaslik o'zimning ixtiyoridagi ish. İşbirliklarim, au patakki mening mol mulkimga qanday muomala qilishni o'rgatib qo'yinglar. Qadrligim kelinglar, meni qadrligim. Yana bir nashtal tepib olgan bo'lsa, bakmi yaxshi bo'ladi. Parvallerim, au xumparni tez ko'zimda yo'qdinglar. Meni qutqaring, qadrligim. Karomatimni endi bilgansan. Bu qiyri olvastini o'zim adablab qo'yay. Duya mana, bu jil sana alolayat. Yuqori ilmini bana dal bo'lishi kerak bo'lib turadi. Endi qanday qilaman? Qo'limni chiqara olmayapman. Ne bo'ldingiz qadrligim? Bek kuchayotdimmikin tong yiriqqa qiyri olvasini yer sharining o tarafiga o'tkazib o'tgan o'xshayman. Men sizni tatib chiqarib qo'yay. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin, qadrligim. Mening faqat bir marvoyitim bor. U bo'lsa Kishtingir matros Popining xotini, mening qadrligim Eliver. U menga gap qilyapti-da. Men sizdan hayvonlarni yaxshi ko'ramsiz deb so'rayaptiman. Hey, efendim, ishtongiz menga gap qilyapti. Henrima, u obdan et, lekin uni sotishga majbur bo'lib qoldim. U texmi yaxshi haqlarning uyida turishi kerak. Amsi men uni 25 yuanga setib olay. U bundan ko'p pulga yaraydi, efendim. Eliver buning gap qilganini anglasa, men deb o'ylab qola. U mening itni do'rab gap qilganimni bilmadi. Birdamdan keyin u itning qanday gap qilganini ko'ramiz texi. Sizga desam ismim Roji, Henry emas. Lekin xo'jayining. U mening xo'jayinim emas. U meni boyli yo'ldan tepib olgan. Siz uning domiga tushib ketdingiz. U eg'iz mahoratini ishlatdi, bilamsiz? O aldanchi. Ho, aldirmang og'iyni.
Men rostunu sözleyeleymen. Sözleyelemsen? Emse gep qığınını eli ver, anlap baksın. Eli ver, bu it gep qıla alaydı. Gep qıla, Roger, gep qıpagine. Au, au. Ne buldun, Roger? Gep qımansa tez bol. Bu biçare işit qıva qırmağa, neri gittin? Yaxshi, mush yerda turib tur ha, Roji. Men birdan qaytib kelaman. Oh, qo'sig'im bek ichib ketdi. To'nglatqida yeydigan nimalar bordi? Voh, qoldi kishi. Roji! Ash baqa ishit. Bo'ldi, qo'rog'i chiqib oyna. Tez bo'l. Bo'la. Onunla özümle tanıtıp koymasam, kim beni hapıksa yaxşı gün yok. Poppy çıkıp ketişi bilenla yeni birisi geldi o. Uyanın kılıqıdan nece bizar buldum. Bey, Poppy, yaxşı tezden qaytib gel. Layığın seni oyunda atadı. Boyu onu bir erbilen bile durğunlu kördüm. Rast, tez qaytib gel. Bunda tamaşanı mı köymegen var mı? Onu koyuverdim Allah'tan siz! Yavayı! O benim piyanino okutkucum! Poppy! Ne davat siz? İşkinci qaytib kelmem, o küllem ceblak! Jackson hücum qilib, Tomni chekindirdi. Poppy, bağın yok mu musabıqada kızıp gitti? Bo'ldi, rahmat. Urushishni yoqtirmayman. Jackson Tomni qattiq birini urdi. Yiqilga olqisa dollar yig'ildi. Abla bu qandoq tog'ni yomon bo'ldi, qandoq tog'ni bu? Erner sanashni boshladi. Gel. Tez militan terbiye sarıyga abla bu musabıqını körüyor. Hey, bo'ldi mushtlashma ola. Mushunimi musabıqı demdi. Qo'limni chigib qo'ysimi, ish tomoni yaqqi yetimi. Hey, bu sen bergan ish. Ulan Poppy, ularning ochig'ini keltirib qo'yding. Hey, Roger, bana bir qutib olayman. Mana hozirla. Ko'p rahmat, og'ina. Yandı. Dünya işten sırtlı musabakasının yeni çempiyonu bardak geldi. Bu senin dökmen Roger. Medal sana mensup. Bunun hemmisi sen tapkan iş. Nemi degening bu? Meni chiqarayotgan. Emsi ishlarni eliverg'i tushundirgin. Ma'qul gapingni anglayman. Avval meni chiqarayot, ishimni siqirib o'layli deb qoldim. Meni chiqarayotgan. Onun piyanino o'qituvchimiz ekanligini faqatla bilmabdiman. Texi Poppyni ahmoq qiladi deb qopdiman. O mening do'stim, unga yordam qilay debdiman. Og'zim to'g'mi yo'g'an xabar oling'iz bormi? Sizga bir maxfiyatligini deb beray. Hamma ishni so'zlayoladi, lekin ular aqlliq. Qaranglar, men so'zlab nima oqibatga qoldim? Bugundan boshlab men mugachi bo'lganmisam, endi haqiqiy bezor bo'ldim. Eşektin bu astımanlığın bu. Muşu süratle nişanımızın menge yetip varanmayınız. Tezrak bol. Hey pakilek, bu yerden neymiş çıkıp sürüysen? Parakodun çıkıp gittim ha. Şu emas mı? Keynimge bir lahva işe kırvağandekin. Şundak bulmam bense. Hey, musabbeti her izlep almağansa, muşundak lahva dedin beni menge berip bulanmaysa. Hey, yüre tez bağma ori. Dögü gibi okşaydı gelsen bir ottu. Qaraganda bilmaqmısaq bo'lmaydigan o'xshaydi bir ottu. Şundak Poppy ağıyna. Vah, nemi degenci oltun bu qara, uçuraylık neslega. To'g'ri. Bekla, bejirimken.
u odamni bakmatton qiladi ekan. U meni olsin, ha? To'xtanglar! Oldin kelishib qo'yganmi? Padişah ordusiga o'z beshimchilikdan kirganlar birdak o'ltirildi. Gapimni angla, og'ina. Malikini tutqun qilib bersang, sana jiq pul beraman. Mana qara. Para olsam bo'lmaydi. Lekin senda Hamburg bolkisidan ikkisi bor ekan. Chatoq yo'q. Meni Malik turdiga yagi boshlab basam, sana Hamburg bolkisi beraman, bildingmi? Men bilan men efendi, qich qo'shib bering. Bo'ladi. Yani piyazmi bor? Bo'ladi. Bo'ldi. Endi Hamburg bolkisini akiling. Ma'qul beray. Mana ola. Ber. O nomussuz ablah. Barato degan ablah nagimi ketgandi? Qutqizinglar! Maliki eliver, avvalchiroq uchrabdi. Men uni qutuldiray. Men keldim Malika. Orangutan, endi qechib ketmaysan, bildingmi? Shundaqmi, og'ina? Sen qochmaysan. Endi qandaqmi? Malika eliverni qutuldiraman. Bu qatim adamni toza bir bamisan. Mendi, Poppini sal qutuldira olaysan. Malika olileri, lekin qo'sqim ichib mag'dursizlanib ketdim. Tugashdim. Senden ötünüp qalay Mendi. Vaqt qolmadi, Poppini qutuldirib ol. Kelama Malika, men bilan men, ha? Sen qutulaman. Efendim, sizga ozroq bir narsa yeb keldim. Menga o'xshagan Hamburg bolkisi beramsiz. Ko'p rahmat sana. Efendim, Hamburg bolkisichi. Hozir meni qiladigan texmi muhim ishlarim bor. Efendim, rahmat sizga. Siz haqiqatan yaxshi ekansiz. Yuqori bahoda bir to'yga elishga roziman. Mo'lirim! Tez meni qutuldiringlar! Poppi! Tez meni qutuldiringlar! Poppi! Boshdagi harlarimni andin meni qutuldirdingiz. Biz yana birga bo'ladigan bo'ldi. Poppi! Eliver. Poppi, siz boya o'qigan she'rdagi Paul, oldingi qitim sayohatga chiqqan Paul shumi? Undaq emas, qadrligim dendi. Bu qitim sayohat qilgan Pobdik. Uning bir do'sti bo'lib, ular bir mahal munglashgandan keyin xo'shlashibdi. Andin u qiyiqni asta haydab, bir Angliyalikning yenidan o'tib, Charles bozoriga beribdi. Shuning bilan mundaq bir ish yuz beribdi. She'rda deyilganga o'xshashgan-a, Poppi. To'g'ri, she'rdagiga o'xshash. Uning do'sti o'chaqda xo'rak tatib uxlab etibdi. Birdamdan keyin u miltiqning ovozini, oyoqning tivishini, yana gvardiyaning qiyiqdan tushib, ritmliq mangan ovozini anglabdi. Ondan keyin shimol tarafdagi cherkov munarining cho'qqisiga chiqibdi. Pastga qarabdi. Bu chaqda Popdik qarshi qirg'oqda yo'lga chiqishga hozirlanib, shimol tarafdagi cherkovning Beverli munariga nazar soldi. Lekin u yerda Bruto konservativlar partiyasi bor ekan. U yo'shirinib Popdikni kuzatibdi. Popdik bunchikashda nagimi ketgandi.
tuyuqsiz shimol tarafdagi cherkovning munorida chiroq yonibdi. Ikkinchisi yonibdi. Uchinchisi yonibdi. O degan belga Popdik endi signal berdigan bo'ldi. Uni bir chelak shakasharni bilan to'sib olishi mumkin. Bu heliqi birot tog'i ko'zimda tez yo'qol, adaq tez yo'qol. Men bu signalni yaqin atrofdagi dehqonchilik maydonlariga, kanitlarga yetkazib beraman. Agar seni shakasharni sirchilab qo'ysam yetkazolmaysan. Hop, keyin qandoq bo'ldi, Poppi? Heliqi birot bekmi kuchlikan. O chaqda davlatning amalligini saqlab qolishdan mumkin bo'lmaydiganligini o'yla. O chaqda Popdikning esiga darhol palak kelibdi. Darhol uni yeb o'zini qutuldiribdi. Afsha! Nima bo'lganini anqiramay qolgan birotto shika shirnisi bachelakka chilinib qopdi. Shuning bilan Popdik taraf-tarafga signal beribdi. Davlatning taqdiri uni itiga qarashib qopdi. O ko'rikdan o'tib Midlif kelganda kassat o'ngishga bo'pti. Uyg'oninglar! Uyg'oninglar! U ko'shinga to'ng'ib olganda kassat turibdi. Uyg'oninglar! U otliq o'tganda shamol ko'rsatkichni aylanayotganligini ko'ribdi. Uyg'oninglar! U kingiritga ko'rki kelganda kassat chiqibdi. U to'xtamay tong otgacha yo'l yuribdi. Bir kech xabar yetkazibdi. Uyg'oninglar! Atrofdagi dehqonchilik maydonlari, kanitlarni otliq bir kecha aylanibdi. Bir kecha to'xtamay xabar yetkazibdi. Uning yaqin atrofdagi dehqonchilik maydonlari va kanitlarni aylanib chiqishi hargizmi uni qo'rqindim emas, aksicha o'zini qo'g'dash edi. Sada bo'lsin, mayli ishik chakkan ovoz bo'lsin, mangulik bir sada ashu kechida yangi bir tarix betini ochdi. Xalq qorong'u, xatarlik ham jiddiy paytda uyg'onib, ulug' Popdikning otchab turib qolgan xabarini anglabdi. U yuguribdi. Shunda qilib kecha-kecha yugurib, oxiri vazifasini ado qilibdi. Popdik harmabdimi? Demakchi bo'g'inam, u kecha yo'l yuribmi, harmabdimi? Popdikning puti egardagi shikarga chaplashib qopti ekan. Shunga u shuncha yo'l yuribmi, faqatla harmabdi. Ajab ma'nisiz hikoya ekan. Men so'zlagan bo'lsam. Aytib to'g'ri dedingiz, lekin sizmi zan qo'yib oldingiz-ku.